Eng qiziq savol. Nimaga bir xil gilam, lekin narx odatda ikki xil bo'ladi? Xo'p, bunaqasi ham bo'ladi. Deylik, biz bitta dizayn olib kelsak, kimdir yana olib keladi uni. Bizda masalan qimmatroq chiqishi mumkin, ularda arzon chiqishi mumkin. Buni sababi gilamni masallig'ida. Gilamni har bir kvadratida kilosi bo'ladi. Har xil bo'ladi. Kimdir 3 kilolik qiladi, kimdir 2 kilolik qiladi, 2,5 kilo. Buni qilish mumkin zavodda. To'qimi bir xil bo'laveradi, masalliq kamroq ketadi. Kimdir boradi, shu gilam bizga kelgan gilamni masalan olib keladi, grammini kamroq olib keladi, ularniki arzonroq chiqadi. Farqi kilosida. 1 kvadrat metrida masalan u 2,5 kilo bo'lsa, bizaniki shu 3 kilolik bo'ladi. Buni ko'z ilg'ay olmaydi. Yo'q, uni hech kim anaqa qila olmaydi, bila olmaydi uni. Faqat o'rtada mijoz bilan vijdon. Ha, shunaqa bo'ladi. Uni faqatgina tarozga tortganingizda bilishingiz mumkin. Atak uni hech kim klientlar bilmaydi u narsani.